5 yoshgacha bo'lgan farzandi bor har bir ota-onaning juda katta muammolaridan birisi bolalarning to'poloni qilma degan ishni qilishligi. Har birimizda mana shu muammo bor. Mana shu borada birinchi yurakni, ko'ngilni keng qilish kerak. Qilma degan ishingiz qilayotgan har bir bolani ota-onasi sabrli bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchi narsa, mutaxassislar juda ko'p ta'kidlashadi. Bola aqlan to'g'ri yoki noto'g'ri deb ajrata olish qobiliyatiga ega bo'lmaydi u yoshda. Shunday ekan, siz qilma degan gapingiz bilan qil degan gapingiz ikkisi bir xil ma'noda ekanligini bola uchun yaxshi bilib qo'ying. Misol uchun bola stakandagi suvni olib stolni ustiga to'kyapti. Mana shu narsa zarar. Shuni qilma desangiz, shuni qil degan bilan barobar. Bola ikkisini bir xil ma'noda tushunadi.